Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda sizlarga bir xbet ro'yxatdan o'tishni eng oson va tez usulda ko'rsatib beraman. Agar siz hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, rostini aytsam, katta imkoniyatni qo'ldan boy beryapsiz. Hozir siz bilan atigi 2 daqiqa ichida akkaunt ochamiz va bonus olishni ham ko'rsataman. Eng muhimi, oxirigacha ko'ring, chunki promo kod ham beraman. Demak, boshladik. Birinchi qadam, rasmiy saytga kirasiz. Saytga kirganingizdan keyin yuqori qismda ro'yxatdan o'tish yoki sign up tugmasini bosasiz. Endi sizda bir nechta variant chiqadi. Telefon raqam orqali, email orqali yoki tezkor ro'yxatdan o'tish. Eng osoni telefon raqam orqali ro'yxatdan o'tish. Telefon raqamingizni yozasiz, keyin parol o'ylab topasiz. Parol kuchli bo'lishi kerak, harflar va raqamlar aralash bo'lsa yaxshi. Eng muhim joyiga keldik. Promo kod yozish joyi bo'ladi. Shu yerga albatta yozing, bir xbet pro. Bu promo kod orqali siz bonusga ega bo'lasiz. Ko'pchilik shu joyni o'tkazib yuboradi va keyin afsus qiladi. Keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz va tamom, akkauntingiz tayyor. Endi ichkariga kirganingizdan keyin balansni to'ldirish mumkin. Turli xil to'lov usullari bor, o'zingizga qulayini tanlaysiz. Shundan keyin siz sport stavkalari yoki o'yinlarni boshlashingiz mumkin. Yana bir muhim maslahat. Hech qachon shoshilib o'ynamang. Avval kichik summadan boshlang, tizimni tushunib oling, keyin asta-sekin ko'paytiring. Do'stlar, agar siz hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, hozir eng yaxshi vaqt. Chunki yangi foydalanuvchilar uchun bonuslar mavjud. Yana bir bor eslatib o'taman. Promo kod 1xbet pro. Shuni yozishni unutmang. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta bosing va kanalga obuna bo'ling. Yana shunaqa foydali videolarni chiqarishda davom etaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Omad tilayman va katta yutuqlar sizga nasib qilsin.